Davom etamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Nurafshon shahar sudida mast holda transport vositasini boshqargan 3 nafar haydovchiga nisbatan sud qarori chiqarildi. Hozir shu haqda. Sud jarayonida aniqlanishicha, mazkur haydovchilar spirtli ichimlik ta'sirida avtomobil boshqarib, yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzgan. Holatlar yuzasidan sud tomonidan qonunda belgilangan ma'muriy jazolar tayinlandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Nurafshon shahar sudi tomonidan transport vositasini mast holda boshqargan hamda transport vositasini mast holda boshqarganlikda gumon qilinib, tibbiy ko'rikdan o'tishdan taklif qilingan, tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortgan shaxslarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida ishlar ko'rib chiqildi. Ushbu huquqbuzarlik sodir qilgan shaxslarning ba'zilariga transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinib, qonunda belgilangan jarima jazolari tayinlandi. Bundan tashqari, boshqarish huquqi bo'lmay turib, transport vositasini boshqargan shaxsga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, alkogol ta'sirida transport vositasini boshqarish og'ir oqibatli yo'l transport hodisalariga olib kelishi mumkin. Bunday holatlarda haydovchining e'tibor va tezkor qabul qilish qobiliyati pasayib, bu esa piyodalar, yo'lovchilar va boshqa yo'l harakati ishtirokchilari hayoti uchun jiddiy xavf tug'diradi. Shu kabi holatlarning oldini olish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan mast holda transport boshqarishga qarshi qat'iy choralar ko'rilmoqda va bunday qoidabuzarliklarni aniqlash borasida muntazam reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Haydovchilardan yo'l harakati qoidalariga amal qilish, alkogol iste'mol qilgan holda rulga o'tirmaslik va o'z hayoti hamda boshqalarning xavfsizligiga mas'uliyat bilan yondashish so'ralmoqda. Nigora Elmurodova, Zohid Mamasoliyev, Zamon informatsion dasturi uchun.